Selam dostlar, bugün sizler bilen skin yaratışını öğretemem. Join'unuza yaşlanıp ıtıra olayım ve yiyip içiş için narsalar olayım. Böylece şimdi karşılar, şimdi kudur görürsen, yürü görürsen, skin formatting bla 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 bla. Burası yürü basılar. Şimdi bunu mana minde halı, mana minde var, uçiş mana. Maşının ortasılar. Bu skinli olaraklarda keyin yana bor edi. Shartda uchrashuvlar skin edit 3D bla 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 xullas mashina bosdilar. Mashina fotosilar. Xohlaganingcha nima kiyimlarni bezatsalar bo'ladi, skinlarni. Menda ham tortilgan. Xullas mashina to'g'risida o'zimga qanday qilishni ko'rsataman. Эй, быстрее! В виртуальном мире Grand Mobile есть все, что ты хочешь. Реальный город с настоящим автотрафиком. Верные друзья и... Xullas yo'qotamiz. Kerak emas menga. Ana, men qochoq orqasidan asosiyam bor. Qochoq xullas. Mana shunday qilib bezatasizlar. Mana masalan, men hozir ko'rsataman. Qatini qilakin. Mayli. Ne qilamiz hozir? Skin ko'rsat menga. Online skin. Ana. Bitgachi. Kartinga qimmat skinlar bor ekan. Randomlik skin. Qorbobo bor ekan. Qorbobojon oppoq peshonasi. Dabdala. Xullas bironta skinni qilamiz. O'shani bejaveramiz. Ana bizga logoyi qo'yibachcha. Mana bejaveramiz hamma yog'ini. Kerak bo'lsa bunday qilamiz. Bunday. Aylantiramiz. Ular xohlagan narsani qilsa. Bunda ma'lum narsada rangni tomchisini urasizlar. Keyin bajarasiz. Bunday qilib. Xohlaganingizcha bejaysizlar. Aka kechiring, boshqa qilmayman deydi. Ketib. Hamma yog'ini qilib bo'ldi, meni orqasi qoldi. Orqasini cho'tka bezab qo'yamiz. Qo'cha. Bo'sh qolibdi. Oyoqlar battar rang tanlaydi bunday qilib. Qora qo'yamiz oyoqlarni. Marta bo'sh qolibdi. Ana. Menga lekin yo'qdi. Sahnaga qo'ydim. Download Remote Play Controller for PS on Google Play and start playing GTA for free today. Sahnaga video. Buni benzinli skriptlar bo'ladi. Faqat random skinlar tanlamaysizlar, internetli bo'ladi. Endi chiqamiz. Endi mana vachchaga kiramiz. Men hozir skin tanlayotgandim mana. Bu vachchani tanlayotgandim. Yugur bilan. Ha. Yugurishni qayerda? Avtoni. Basharxona. Billi. O'sha shunday ko'rasizlar. Hozir men O'zbek Minecraft'ini yozaman. RT. Turu. Ko'ringlar. Ochib chiqdi.
Hasan RTI. Hasan RT. Misterio deysalarim chiqadi. Misterio. Misterio RT. Artifact'in sherigi bor edi, Misterio. Uni skini chiqmaskan. Xullas bilan Artifact. Hammalar qo'yibdi. Yugurishini kerak. Xullas do'stlar, shu video iborat edi. Xohlagan skiningizni tayyorlaysizlar. Masalan, men hozir Kaizo deb yozaymi? Kaizo Tira qatdan paydo bo'lib qoldi. Kaizo T bo'lmaydi. Yo'qol. Kaizo chiq. Ana Kaizo chiqdi. Kaizo chiqdi. Hammalar qo'yibdi. O'zbekcha Kaizo. Yana nima deb yozay? Masalan, qish uloqi. Uloqi. Vo ana bratishka bor ekan, qishloqi bratishka. Mashina kiyib olsa qishloqi artifakti. O'zbekiston qishloqi. Qishloqi hacker. Bitta, bro. Spioniro Golubiro. Let's go! Glorbo, frutto dritto. Ya shu qo'yandi. Ya men neyman? Bore. Reklamasi deyman keramanda. Men aytganda internetli olish. Ke haqiqiy manglar bo'lishadi. Qishloqi hacker ekan. Arti qishloqni o'zi chiqmaydimi? Yo'q, qishloqni o'zi chiqmaskan. Nega hacker yo'qdi? Nega hacker matda? Artifakt sila. O'zi hacker deb yozaychi. Hacker. Hacker qani? Hackerman. Hacker uz. Chiqmadi hacker. Lekin qishloqi deb yozinglar, hacker chiqadi. Aytib qo'ydim men. Yana mayda hozir uni nomini esimga keldi. Deko deb. Deko chiq. Ya! Deko bitta o'qish. Deko chiqmadi. Nega? Mashhurman. Yana reklama. Los. Kim bunda menimcha o'zinglar ham skin yaratsalar bo'ladi. Men hozir skin yaratishni qatdanligini bilmayman. Meni boru skinim ne o'tdi ekan? Yulduzcha qo'ygan skinim. Yulduzcha debman. Yulduzcha. Men skinim yo'q. Xullas bilmadim qayerdan
qilib bo'ladi. O'zinglar ham uni qilsanglar bo'ladi. Bu top 100 talik ekan. Birinchi o'yin mana shumi? Best. Oxirgi o'yinlar o'rtoq ekan. Bitta xayr deslar. Herobrine, bitta xayr. Herobrine'ga salom deb qo'yinglar.